Mahjanoblar. Shamolarga qo'yiling, shamolarga. Ikkitasi tug'yapti-da. Mana. Tuxumlarni mana shunaqa qilib to'plab olib kirib, oynasizlar. Bu mixti tuxumini ichsa nima bo'ladi? Bilasizlarmi bu narsani? Mixdek bo'lib yuradi deydi-yu. Hani balalarini bir ko'ring. Oho, qizim. Buncha chiroyli bo'lib ketibsiz. Endilikda bizning filiallardan aviachipta va temir yo'l chiptalari xarid qilishingiz mumkin. Aviachipta narxlarini Jahongir Toshmatov Telegram kanali orqali muntazam kuzatib boring. Safaringiz bexatar bo'lsin. Avvalambor, assalomu alaykum. O'z yaqinda ko'p turgan yaxshi insonlar, yaxshi mislar, tanzolaring sog'mi? Bugun xudo xolasa 8-avgust, ertamangi soat 9:00. Yana kim qaysi paytda meni videomni ko'ryapti bilmadim-ku. Ko'pchilik obedga chiqqan paytda, ovqatlanib o'tirgan paytda bu Anvar akamiz nima qo'ydi ekan, Anvarjon qanaqa video qo'ydi ekan deb obed paytda ovqatlanib o'tirgan paytda ko'pchilik meni videomni ko'rar ekan. O'shuning uchun kunduzi ham ko'proq video qo'yib turibman. Ko'pchilik iltimos qilyapti. Obedga chiqqanimizda ko'ramiz. Kimlardir ujinda ko'radi kechqurun ovqatlanib bo'lgandan keyin bu Anvarjon nimalar qilyapti ekan deb video ko'radiganlar, oqtaradiganlar bor. Agar video qo'ymasam, eski videom qaytadan ko'p qo'yganlar ham bor. O'zdan yaxshimisizlar, tanzolaring sog'. Bugun yangiliklar bor. Yangiliklar bor. Xudo xolasa mana 21 kun bo'ldi. Ro'parasa sizlar bilan birgalikda tuxum bostirganmiz. Ikkita kurkuga. Xudo xolasa mana bugun yangiliklarni rezultatlarini sizlarga ko'rsatamiz. Hozir ularni qamab qo'ymasam. Qani kiringlar endi. Kiringlar. Shunaqa kirgizamiz-da. Sen qamab qo'yib o'tinglar. Bulardan ham bittasi tug'yapti. Paroz aka kelar. Bulardan bittasi tug'yapti, bittasi tashqarida qolib ketdi. Sekin qamaymiz-da uni ham. Sizlar bilan video qilib, tuxumlarni yig'ishtirib olmasam bo'lmaydi-da. Paroz aka kelar. Turaylik. Mahjanoblar. Shamolarga qo'yiling, shamolarga. Uni olmasak. Mana tuxum. Bismillah. Ikkitasi tug'yapti-da. Mana. Ikkitasi tug'yapti. Mana yirik narsada. Qolganlar aksanalar. Shu oyoqda havas bo'ladi. Hozir bittasi ko'chada qolib ketibdi. Tuxumlarni mana shunaqa qilib to'plab olib kirib, obunasizlar. Sirasi olib kirgandan keyin yoziladi. Qaysi zotdan oldim, ismi nima, hammasini yozib chiroyli qilib taqlaymiz. Xo'p. Bu mixti tuxumini ichsa nima bo'ladi? Bilasizlarmi bu narsalar?